Mana shunday yashik qo'ziqorin sotib daromad qilmoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana shunday kilosini 60 mingdan uyingizdan kelib olib ketaverar ekan mana qo'ziqorinning holati. Laykni bosib qo'yamiz mehnatlarga, mana juda ham barakasini bersin, chiroyli, mashalloh deb qo'yamiz. Assalomu alaykum barchaga. Qo'ziqorinni ekib daromad qilaman deganlar bu videoni oxirigacha ko'rsa, juda ham foydali, qiziqarli video bo'ladi. Mana shampinyon navli qo'ziqorinlarimizni bugun yetishtirish va shart-sharoitlari haqida ma'lumot beramiz. Bu qo'ziqorinlarimizda navi shampinyon ekan. Bu qo'ziqorinda afzallik tomoni yilda xohlagan vaqtida eksa bo'lar ekan. Faqat mana shunday shart-sharoit bilan ekish kerak. Sharoitlarni ham hozir tushuntirib o'tamiz. Bu 4-valna ekan, ya'ni 4-terim. 4-terimda ham mana anchagina kilogramm beryapti. Mana tagidan yana o'sib kelyapti. Mana bu yetilganlari. 1-2-valnalari, ya'ni terimlari juda ham serhosil bo'ladi. Kilosini 60 mingdan o'zlari kelib klientlar olib ketgan. Bu yerga qo'ziqorinlar uchun tayyorlanma so'rilar bo'lgandan keyin qo'ziqorinda sporalar, urug'lar sepiladi va albatta bu yer vakuumli bo'lishi kerak. Salafan bilan o'ralgan havo kirib chiqishi bo'lmasligi kerak, eshikdan bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, havoni maxsus xona bo'ylab tarqatib turibdi. Yangi havo tashqaridan so'rilyapti va so'rini tag tomoniga qarasalaringiz, mana so'rilarning tagida havoni 24 soat tortib turadigan maxsus moslamalar qilingan. Ya'ni bu yerda 24 soatda havo aylanib turishi kerak, toza havo aylanib turishi kerak. Shunda bu yerda ortiqcha kasalliklar, zamburug'lar yoki boshqa salbiy holatlar bo'lmaydi. Bu qo'ziqorinni o'zini maxsus kasalliklardan himoya qilish uchun mana shunday havo aylanmas bo'lishi kerak va mana bunday zararkunanda mayda pashshalarni ushlaydigan, mana shunday maxsus yopishadigan naklinkalarimiz bo'lishi kerak. Bu naklinkalarimiz ham bizda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Buni sifatiga qarangizlar, qarang, katta pashshalar ham yopishgan. Mayda pashshalar ham yopishgan, juda ham ko'p yopishgan mana. Yana bunga nam havo bo'lgani uchun bu yerda ko'proq mana suv yopishib qolgan. Shunda ham mana yopishqoqlik darajasi ketmagan. Hozir ham pashsha tegsa yopishib qolar ekan. Juda ham sifatli. Buni tajribadan o'tkazdik mana. Bu yerda qo'ziqorin plantatsiyasiga kelib, bemalol sotuvga chiqarishimiz mumkin edi. Kimga kerak bo'lsa buni ham aytaverasizlar. Mana qarang, bunisiga ham juda ham ko'p pashsha yopishgan. Mana hozir ham yopishqoqlik darajasi ketmagan. Suv tekkan, pashsha yopishgan. Juda ham sifatli, yaxshi narsa ekan. Hattoki qo'lim bilan borib kelyapti mana. Ishonmaganlar uchun mana. Qo'lim bilan borib kelyapti. Bu degani mayda pashshalar aniq yopishsa qocha olmaydi degani. Bu yerda konditsioner qo'yilgan. Konditsioner qo'yishdan maqsad mana shu haroratni bir xilda ushlab turish bo'ladi. Mana bu harorat esa bu yerda o'sish davrida boshqacha, vegetatsiya davrida boshqacha, terim vaqtida boshqacha haroratlar bo'lib turar ekan. Shuni o'lchash uchun qo'yilgan datchiklar ekan. Biz o'zi bu yerda video qilishimizdan maqsad asosan bu yerda yoritish, xalqqa foydali video qilish va albatta mana bunday tovarlarimizni ko'rsatish. Mana realni tajribadan o'tgan pashsha yopishadigan klyonkalarimiz juda ham sifatli, hattoki suv teksa ham yopishqoqlik darajasini yo'qotmaydigan yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Arzon qilib beriladi, pastda nomer qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Optimga ham, donaga ham yetkazib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Samarqand jonboyliklar bo'lsa, kelib olib ketsa bo'laveradi. Bu maxsus qog'ozlarga pashshalar o'z-o'zidan tavakkal kelib yopishmaydi. Bunda o'ziga jalb qiluvchi maxsus suyuqlik surtilgan, feromon, ya'ni irg'ochi erkagini feromonlar surtilgan. Shunda pashshalar mana shunday kelib tuzoqqa tushadi va mana shunday qo'ziqorinmi yo boshqa bir issiqxona plantatsiyalarda ichkarida zarar beruvchi pashshalar kamayishi yoki yo'q bo'lishiga xizmat qiladi. Klient topish muammo emas. Har doim bunga klient bo'lar ekan. Qishdami, yozam 4 faslda mana shunday joy tayyorlab, shart-sharoitlarni to'g'rilab, bemalol eksangiz bo'ladi. Faqat mana shu o'ziga kerakli ko'rsatkichlarni qilib bersangiz bo'ldi bunga. Video yoqqan bo'lsa, laykni bosib yaqinlarga jo'natib qo'yamiz va puli bor, nima biznes qilishni bilmay turganlarga jo'natsangiz, uyda turib bemalol daromadini qilib, soqqani qilaveradi.